Assalomu alaykum aziz insonlar, aziz obunachilar, qadrdon insonlar. Hozirgi sizga tavsiya qiladigan sharbat ajoyib sharbat hisoblanadi. Ancha vaqtdan beri bizning Narpay tabiati davolash bo'limimizda foydalanib kelamiz. Bu sharbat bizning bo'limimizda tayyorlanadigan, ancha natijalari yaxshi bo'ladigan ajoyib shifobaxsh sharbatimiz. Bu perga sharbati hisoblanadi. Bu perga sharbatimiz asosan qanday kasalliklarga bizlar bemorlarimizga tavsiya qilyapmiz. Birinchidan, umumiy badanni quvvatlaydi, oshqozon va 12 barmoq ichak yarasini bitkazadi. Ishtahani ochish, nafas yo'llari allergik astmalar, bronxitlar, qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilaydi. Miya, oshqozon, 12 barmoq ichak, o'pka va turli saraton kasalliklarining oldini olishda va shu bilan birgalikda uni davolashda biz tavsiya etyapmiz. Faqatgina o'sha rak saratonlar, ya'ni saraton kasalliklari nur ximiyoterapiya olmagan bo'lishlari kerak. Buni ichish qoidasi ertalab kuniga bir marta bir choy qoshiqchadan holatga qarab, balkim kun davomida 2 marta ham bo'lishi ham mumkin. Qaynab iligan suvga yarim piyola suvga qo'shib ichiladi. Va bu perga sharbatimizni yana qanday kasalliklarga tavsiya qilyapmiz? Misol uchun deylik, D vitamini kam bolalarimizga, ya'ni rahit kasalliklarida, kalsiy yetishmasdan suyaklarda murtlashib qolish holatlarida, rivojlanishda sust bo'lib qoladigan holatlarda, deylik, emlashlardan reaksiya berib, rivojlanish holatida zaif bo'ladigan bolachalarga tavsiya beryapmiz. Va shu bilan birgalikda hozirgi kunda ko'p uchrayapti deya olmaymiz, lekin keraklicha uchraydigan oq qon, ya'ni qon raki kasalliklarida ham, ya'ni eritrosit, leykositlarning tushib ketish holatlari bo'lyapti. Bu malhamimiz berganda natijalar, Xudoga shukr, yaxshi natijalar bo'lyapti. Bu kasalliklar asosan bundan kamida 4 tagacha ichishlari taqozo qilinadi. Avvalo bir marta o'sha bir ichkilikda, ya'ni bitta malhamda ancha natija bilinadi va o'zgarishiga qarab yana davom ettiriladi. Bu qanday tarkiblarga ega? Men hozir kerakli sanoqlisini aytib o'taman. Bu sharbatimiz asosan asalari gulchangi, asalari pergasi va suti va chayon zahri, ilon zahrlarini malhamlaridan qo'shib tayyorlangan sharbat hisoblanadi. Shunday tarkiblarga ega bo'lgandan so'ng, Xudo xolasa ishonch bilan aytamizki, olganingizga afsuslanmaysiz. Har bir malhamning choyda o'zini bahosi bo'lgandan bu malhamimizning narxi 550 ming hisoblanadi. Bundan 4 tagacha ichiladi. Bir marta ichishingiz sinov, ya'ni siz bir marta olasiz, ichib foydalanasiz. Agar o'zingizda foydasini bilsangiz, natija bo'lsa, yana davom etasiz. Sharbat ichish davomida qanaqangi issiqlik toshma bo'lsa yoki qanaqangi qo'zg'alishlar bo'lsa yoki yaxshi natijalar bo'lsa, Xudo xolasa, mana shu videomiz tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, maslahat olib, to yaxshi natija bo'ladigan darajada bo'lgunicha gaplashib, yo'l yo'riq ko'rsatib turamiz, Xudo xolasa. Endi kimdir garantiya degan narsani so'rashadi. Garantiya Allohdan. Lekin mana shu malhamimizda hozirgacha oladigan tajribamizga qalbimiz to'q, ishonchimiz, Xudo xolasa, anchagina bemalol aytamiz, ishonch bilan natijalar yomon bo'lmaydi. Mening sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Yanada yaxshi malhamlarda kerakli kontentlarni, videolarni Xudo xolasa qo'yib borishga harakat qilamiz. Va sizga foydamiz tekkandan boshimiz osmonda.